Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmamiz asosida kotelimiz yasab tugatilmoqda. Demak, ayni ko'rishda kotelimiz yasab berilmoqda. Dva vatnom, ya'ni ikkitasi bitta. Quyidagi kotelimiz uzunligi 80 sm uzunlikka ega, balandligi 40, eniga 30 sm, o'rtadan ikkiga bo'lingan. Ya'ni birinchi qismi bu kotel vazifasini bajaradi, ikkinchi qismi suxoy pechka vazifasini bajaradi. Kotelimiz hammomda turadi. Demak, hammom devori oralig'ida ancha joyi qoladi, ya'ni 30 sm joyi hammom devori oralig'ida qoladi. Vazinoy kotelimiz qolgan 10 sm hammom ichida chiqib turadi va mana bu suxoy tarafi hammomni qizdirish vazifasini bajaradi. Endi yasalish uslubi quyidagicha amalga oshirildi. Kotel ichida hop 36 ta teplobmenik qo'yilgan. Birinchi qatorda 32 mm diametrdagi turbalar, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi qatorlarda 25 li turbalarimiz qo'yib olindi. Xo'p, bu yerda og'iz qismi bo'ladi. Kotelimiz mana girda suvlik, bu taraf ham suvlik. Oldi quruq yasaldi, ustida suv va teplobmeniklar qo'yib olingan. Ichki qismi ham ko'rishga ega. Birinchi qatorda demak 32 mm diametrdagi turba qo'ydik. Yuqoriga issiqlik harakatlangan holatda keyin ichkariga qarab tunnel orqali keyingi kameraga tushadi. Pastda ochiqlik hosil qilib qo'ydik. Ma'lumki, bilamiz, issiqlik faqat yuqoriga harakatlanadi. Shu sabab yoz kunlari demak hammomni isitish maqsadida garelkani uzunroq holatda yasab olinadi va keyingi kameraga o'tkazib olgan holatda bu kotelimizni ishlatmagan holatda suxoy pechkani ishlatib olish imkoniyatiga ega bo'linadi. Xo'p, mana suxoy pechkamiz ichki ko'rinishi. Bu yerda demak kamera bor. Aylanib o'tish kamerasi ayni ko'rinishga ega, mana yopiq. Mana shu territoriyada dimoxodni o'rnatish uchun belgilangan territoriya shakllandi. Xo'sh, mana kotelimizning ichki qismi. Bu tarafi suvli kamera, bu tarafi quruq kamera. Xo'p, mana tunnel qilingan dumaloq shaklda. Kotelning u qismidan garelka yongan vaqt issiqlik yuqoriga ko'tariladi va 36 ta teplobmenigimizni gorizontal holatda turbalarning orasidan aylanib chiqqan holatda bu kameraga tushadi. Bu kameraga tushgandan so'ng birdaniga dimoxodga issiqlik chiqib ketmasligi uchun mana bu yerda mana bunday korib yasadik. Issiqlik bu kameraga o'tgandan so'ng atroflarini isitgan holatda, ikki yonboshi atroflarini isitgan holatda bu tarafga keladi. Bu yerda mana 5 sm zazor qoldirildi, to'liq yopiladi va undan so'ng yana ikkinchi kameraga tushgan holatda keyin dimoxod orqali yuqori qismini qizdirib, demak havoni, issiqlik pechka ichini, pechkani isitgan holatda tark etadi. Ayni ko'rishda kotelimiz ikkitasi bitta holatda yasab, demak buyurtmachimizga taqdim qilinmoqda. Eslatib o'taman, 36 ta teplobmenik. Kotelimiz 2 kameralik. Birinchi kamera suvli kotel, ikkinchi kameramiz suxoy kotel. Oldi qismi, deyarli katta qismi suvli kameramiz devor orasida qoladi. Quruq qismi hammomning ichida turadi. Xo'p, jarayonni davom etamiz. Kotelimiz yasab tugatgandan so'ng to'liq video obzor ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana navbatdagi kotelimiz yasab tugatildi. Ayni ko'rinishda mana kotelimiz shakllandi. Hamma tarafda buklanish uslubida yasab olingan, ichki korib ham buklangan holatda yasaldi. Ichida teplobmeniklarimiz sonini aytib o'tdim, 36 ta. Yarmi kotelimizni suvlik, yarmi quruq holatda ishlashga mo'ljallandi. Ya'ni bugungi kunda ommalashib boryapti, maksimal darajada ekonomiya nazarda tutilmoqda. Hammamizga ma'lum, yurtimizda demak gazga ham nisbatan limit ko'rsatkichlari belgilab qo'yildi. Demak 500 kubgacha 650 so'mdan, 500 kubdan so'ng 1,5 ming so'mdan to'lash holati bo'yicha ayni ko'rinishda kotellarimiz ikkitasi bitta, ya'ni ekonomiya darajasi yaxshiroq holatda yasab berildi. Xo'p, bu kotelimiz hammom ichida turishini aytib o'tdim. Demak, ayni holatda buyurtmachimizning hammomida turadi. Suvli qismi devor ichida qolib ketadi. Qolgan quruq qismi hammom ichida turadi. Mana bu ko'rinishda dimoxodimiz o'rnini belgilab berdik. Ichki strukturasini eslatib o'tdim. Demak, garelka turadigan xona, issiqlik yuqoriga harakatlanadi. 36 dona teplobmenik terilgan, orasidan issiqlik teplobmeniklarni isitgan holatda keyin kameraga o'tadi. Keyin kameradan o'tgan holatda bu yerda yana bitta kichkina kamera qo'yilgan. Uni aylanma harakati bilan kotel, ya'ni pechka devorlarini isitgan holatda keyin
kichik ichki kameraga tushgan holatda keyin dimoxodga yo'l oladi. Bu asnoda demak issiqlik anchagina o'z quvvatini kotel tanasini, ya'ni pechka tanasini isitgan holatda kotel va pechkani ichini tark etadi. Bu joydan apparatga joyini qo'yib berdik. Kotelimizni suv bilan sinab ko'rishni ochganmiz. Ya'ni borib qo'nayotgan joyda ham xuddi shu joydan apparatga qaytib ulanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu ko'rinishda kotelimizni yasab tugatdik. Endi navbat kotelimizni, mijozimizni demak uyga olib borib o'rnatib berishdan iborat bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.